Zo'r mahsulot oldim. Ajoyib bo'lgan mahsulotni bugun sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz. Qozonga shunaqa qilib sepib oldim. Bundan avval обязательно qozonni qizdirish kerak. Tomog'im og'rigan, o'shaning uchun gapirishga ham erinib gapiryapman, lekin sizlar uchun video qiziqarli bo'ladi degan umiddaman, chunki bu mahsulotni kelishini ancha payt kutdim va hozirda skladda bu mahsulotimiz to'la. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Qozonim va tovamda mana shunaqa holatga keltirib sinab ko'rdim. Shunaqangi zo'r ko'pik hosil bo'lar ekan va undan keyin ko'pikni nima deydi, yog'larni bijirlatib chiqazib berar ekan. Tovam issiq bo'lganligi uchun shunaqangi qurib qoldi sepganimda. Suv bilan qizilgan tovaga suv sepdim-u, yana ishlatishda davom etdim. Ko'rganingizdek, natija shunaqangi ajoyib bo'lyapti. Oxirida narxini ham aytib o'taman bu mahsulotni, kirib ko'rsangiz bo'ladi. Ishlaydiganlarga esa birlikda обязательно xonadoningizda eng ajoyib mahsulotlardan bittasi. Ya'ni sevimli mahsulotlaringiz qatoriga kiradi deb o'ylayman. Albatta oling, xarid qiling, qo'ni-qo'shningizni sinab ko'ring. Xarid qilmaganlarga esa battar bo'ling deyman. Albatta xarid qiling. Bu mahsulot bitta oila uchun juda ham oshxonangizda sizga zo'r yordamchi, chunki 60 soniyada sizga shunaqangi wow effekt yaratib beradi. Ishlaringizni osonlashtiradi, vaqtingizni tejaydi va qarabsizki, har bitta ishingiz unumli bo'ladi. Vaqtingiz tejalgandan keyin hamma ishingizga ulgurasiz. Faberlik mahsulotlari o'zi shunaqangi ajoyib xususiyatga ega. Bitta ishlatganingizdan keyin qayta ishlatasiz va Faberlikdan keyin boshqa mahsulotlarni, boshqa kompaniya mahsulotlarini ishlata olmay qolasiz. Bunga 100% javob beraman. Ayniqsa hidi yomon, hidi juda ham o'tkir, menga yoqmaydi, ishlatgim kelmaydi degan kuzatuvchilarim bo'ladigan bo'lsa, aynan Faberliknikini mana shu grislini sizga tavsiya qilaman. Hech qanaqa hidi yo'q. Hidi bor, lekin yoqimli, o'tkirmas va hech qanday zarari yo'q. Muhimi, eng muhim joyi halollik sertifikatiga ega va siz bu mahsulotni xonadoningizda har bitta o'sha qozoningizga, tovangizga, gaz plitangizga, choynagingizga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hattoki shisha idishlaringizni ham tozalasangiz bo'lar ekan. Ma'lumotlar juda ko'p bu mahsulot haqida, ishlatganlardan super otsivlar bor. Bemalol bu mahsulotni xarid qilishingiz mumkin. Tovam shunaqa ko'rinishga kelib qolgan. Yog' qizdirilgandan keyin va qarabsizki, bu mahsulot menga shunaqangi zo'r yordam berdi. Tezlik, osonlik, yengillik bilan tozalab olishimga. Hidini yoqtirmaydiganlarga ham zo'r tavsiya. 60 soniyada ishlaringizni bajarib, sizga shunaqangi zo'r yordam beradi. Bu mahsulotni ishlatganingizdan keyin ishoning, boshqa kompaniyaning mahsulotlarini ishlatgingiz kelmay qoladi. O'zim ham qanaqa bo'lar ekan, rangini o'chirib yubormasmikan deb o'ylagandim, lekin gaz plitalarini ham ishlatib ko'rdim. Вообще zo'r, effekti juda zo'r. Bu mahsulot menga juda ham yoqdi va har biringizga tavsiya qilaman bu mahsulotni va natijani sizlar bilan bo'lishaman. Birgalikda ko'ramiz. Faberlik kompaniyasini ajoyib bo'lgan mahsulotini, ko'rinishi qanaqa yordam berganini birgalikda. Nikel idish ishlatadiganlarga ayniqsa juda zo'r tavsiya. Choynagim shunaqa chiroyli ko'rishga keltirib qo'ydi. Sizga ham tavsiya qilaman. Обязательно olib ishlatib ko'ring bu mahsulotni. Maxsus video tayyorlash uchun tayyorgarlik ko'rdim. Albatta like bosishni unutmang bu videoga. Podpiska ham bosib qo'ying, chunki mana shunaqa chiroyli videolar sizlar uchun albatta tayyorlashga harakat qilaman. Shunday qilib, mana shunaqa holatga keltirib oldim. Menga bu mahsulot juda yoqdi va har bittangizga tavsiya qilaman. Zo'r. Hozirda bu mahsulotni 45 ming so'mga tezlik bilan xarid qilishga ulgurishingiz mumkin.